Yaxşısınızlar, bugün alaydı bo'lgan chuchukning eti suvini olib keldim. Ansa tatlılar videoda bo'lsin. Eng avval go'shtning sho'rpasini chiqara olamiz. So'q go'shtni silib, tuz solib, go'shtning sho'rpasi chiqib bo'lgandan keyin endi to'funi 4 parcha to'g'rab, to'funimizni savatimiz, bo'sh o't qaynatamiz. Endi qiymoq keldik. Amush maydaroq go'shtni ushoq to'g'rab, bosh piyoz, ozroq yumg'oq sut, tuz, oqmush, qarmushlardan silib, tuz ta'mini yaxshi tetib, qiymini tayyor qilib olsak bo'ldi. Cho'qim yumg'oq sut silib, mush qiymini qilib paqinlar qilsa alaydi bo'lgan shunda mizik bo'lgan qiymimiz tayyor bo'ldi. Endi chuchurimizni tugolmiz. Mush qiymini qanday yo'g'adingiz degan qizlarga bir tuxum, tuz, so'q suv bilan qiymini yo'g'irib, mana mushta kichikroq holatda kesib olgandan keyin chuchurimiz mushta tugsak bo'ldi. Endi chilab tayyor qilib olgan morq, ya'ni qirin quloqni savatimiz. Endi pomidor, men sotgan tetiqi bo'lsa, cho'ngsamning mush tanjavuz tetiqisi. Ham haqiqatan bek peyzi qizlar mush tongli tomoqlarning tusini tangsamaytim, ta'mini tangsamaytim degan qizlar, cho'qim cho'ngsamning mush tanjavuz tetiqisi azoq savatinglar, tam alaydi bek peyzi bo'lib chiqadi. Buni azoq savatgandan keyin tezda aralashtirib, endi go'shtni siz avlib, chuchurimiz sazoq bo'ldi. Cho'ngsamning cho'nglik vada ma tengimning o'xshab ketgani, uydagilar hammasi qachon ichibdi. Endi biz bilan tayyor qilib olgan chuchurlarni silib, tuz ta'mini yaxshi silib, palak, yumg'oq sutdan silib iste'mol qilsak bo'ldi. Cho'qim diyansangonju qivilinglar pilinchiga altiraq yo'lab qo'yinglar qizlar qo'llashisidan. Uyutish mendan bo'lsin qizlar qo'llasildan bo'lsin. Kunda men shunday sarxil bo'lgan mazmun yo'lab beryapman. Amsa kelar sonda ko'rsaylik qizlar, xayr xo'sh.